Assalomu alaykum. Do'stlar, bugun vaziyatli masala test ko'ramiz. Hop, boshladik. Masala 47 yoshli ayol kishi so'nggi 2 yildan beri bo'g'imlarda og'riq, shish bilan shifokorga murojaat qilib keladi. Unga ertalabki bo'g'im qotishi, ya'ni karaxtlik 1 soat davom etadi. Oxirgi 6 oy ichida tez charchash va teri oqarishi kuzatilgan. Demak, bemor asosiy shikoyati bu bo'g'imlardagi og'riqlarga va bo'g'imlardagi shishlarga. Ko'proq bu aynan mayda bo'g'imlardagi og'riqlar bo'lishi, shishlar bo'lishi, ertalab karaxtlik bo'lishi ko'proq revmatoidni artrit kasalligiga tortadi. Qon tahlil ko'rganimizda gemoglobin 908 pasaygan, ertalabda 3.8 pasaygan, MCV ko'rsatkichi 78 pasaygan. Retikulatitlarimiz 1.2% normal, leykositlarimiz 7,5 normal, trombositlar 420 normal, bilirubin 0.8 normal, LDG 210 normal, temir pasaygan, ferritin pasaygan, TBC total iron binding capacity bu ham pasaygan, periferik qon surtmasida normativlar, gipoxromiyatraslar topilgan. Demak, o'zi aslida normativlar deyishimiz biz ham uncha to'g'ri emas, chunki bitta MCV 78, ya'ni deyarli kichraygan metraslarimiz, ya'ni mikrotitlar gipoxromda bosgan bo'laveradi o'zi aslida buni. Demak, asosiy bitta anemiyaga sabab bo'lgan narsa bu surunkali kasallikni bo'lishi, ya'ni revmatoid artritni bo'lishi. Chunki surunkali kasalliklarda, surunkali yallig'lanish jarayonlarida jigarda gepsidin sintezi ortadi. Mana surunkali kasalliklar interleykin 6lar ta'sirida jigarlarda gepsidin sintezi ortadi. Aynan bu gepsidinning bir necha funksiyasi bor. Bular birinchi o'rinda temirni so'rilishini bloklaydi. Qanday qilib? Ichaklardagi ferroportinni bloklaydi. Ferroportin esa temirni qonga o'tkazib beradi. Bu bloklangandan so'ng temir organizm qabul qilgani bilan, lekin temirni qonga o'tkaza olmaydi. Ikkinchisi, jigarda o'zida temir zaxirasini bloklaydi. Undan tashqari retraslar parchalanishdan hosil bo'lgan temir chiqardi, makrofaglar parchalardi uni ham bloklaydi. Shuni hisobiga umuman temirda sintezi kamayib ketadi. Demak, aynan bu surunkali kasallik anemiyasiga tortyapti. Ya'ni buni temir defitsit anemiyasi deolmaymiz. To'g'ri, temir defitsit bo'lyapti. Gipoxrom, mikrositar anemiya bo'lyapti. Temir defitsit bo'lyapti, lekin tashqaridan temir normal kiryapti, yaxshi kiryapti, faqat qonda yo'q xolos. Ya'ni surunkali kasallik hisobiga. Shuning uchun uni davolashi temir defitsitdan ozgina farq qiladi. Bunda birinchi olib keltirib chiqarayotgan kasallikni oldini olsak bo'ldi, ya'ni revmatoid artritni davolab olsak bo'ldi. Bunga immuniy temir quyish, temir dorilar berish shart emas. Dieta qilish kerak, kalsiy sut mahsulotlarini, qattiq mahsulotlarni kamroq yeyish kerak. Bo'lishi mumkin eritropoyetin stimulyatorlarini qilsak bo'ladi yoki alimentariy ratsion to'g'irlash mumkin, jigar taloq berish mumkin. Temir preparatlarni bermaslik kerak. Ya'ni bular hammasi ikkinchi darajali masalalar, lekin birinchi o'rinda keltirib chiqarayotgan omilni olish kerak. Hop, temir preparatlarni bermaslikka sabab nima? Chunki temir preparatlarni, ya'ni tabletka holatda qabul qilganda o'zi bizga temir ko'p tushyapti. Baribir tabletka holatda qabul qilgan taqdirda ham uni so'rilishda muammo bo'ladi. Shuning uchun qilish mumkin bo'lgan taqdirda ham, juda zarur bo'lgan holatda temir preparatni venasiga ehtiyotkorlik bilan, ya'ni inyeksiya holatida qilsa bo'ladi, tabletka shaklida emas. Shunaqa do'stlar. Demak, temir defitsiti bilan farqi davolashida farq bor. Shikoyatlarda kelib chiqishida deyarli o'xshashliklar bor. Adashtirib, biz bunaqa bemorlarga temirni kapsulasini yoki tabletkasini berganimiz bizga foyda bermaydi. Shuning uchun ham demak buni farqlab olish kerak bo'ladi.